Do'stlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun omoqlarimning qaysi cho'chakni anglag'usi bakin? Men shu necha kunning yoqi dunyoviy mashhur cho'chaklar xazinasidagi cho'chaklarni birma-bir o'qib chiqdim. Baklam yaxshi cho'chaklar bakan. Tunigan texi bir cho'chak o'qigandim, baklam yoqtirib qoldim. Bugun sizlar shu cho'chakni aytib beraymi ya? Undaqda hammamiz birlikda Germaniya cho'chki 6 azmatni anglaylik, ha? Germaniya cho'chki 6 azmat. Burunning burunisida Martin ismli bir yosh askar o'tgan ekan. U podshoh qo'shini qabul qilingandan keyingi bir qancha yillik umri urush o'ti ichida o'tibdi. Bir kunlarga borganda urushmi tugabdi. Martin askarlikdan bo'shinib yurtiga berib, xotirjam turmush kechirmoqchi bo'libdi. Ammo urushda g'alaba qilgan podshoh Martinni shu yerda qilib, ikki davlatdan ayirib turgan bir daryodagi ko'rikni saqlashga buyuribdi. Hashpash degicha yana 2 yil o'tib ketibdi. Martin sodiqlik bilan ko'rikni qo'g'dabdi. Lekin, shu 2 yil jarayonida podshoh harbiy ta'minot bermagachga, Martin ko'rikni saqlag'ach, tilamchilik bilan jon beqishga majbur bo'libdi. Bundoq ketaversam bo'lmog'udak, deb o'ylabdi Martin bir kunlarga borganda. Ko'rikni saqlasam saqlay, ammo podshoh menga ta'minot berishi kerak-da. Shuning bilan Martin poytaxtga berib podshohdan o'zining ish haqqini olmoqchi bo'libdi. Martin bir necha kun yo'l yurib, bir daryoning bo'yiga yetib keldi. Bu yerda u bilaklari buqining yo'tisidek to'm, mo'rlari xuddi eshikning qondidek keng bir gigant odamni ko'ribdi. Martin gigant odamga salom beribdi va o'zining podshohdan ish haqqini olg'ili ketayotganligini so'zlab beribdi. Gigant odam bir cho'ng daraxtni hech qancha kuchimayli yulib olibdi-da, daryoga to'g'risiga qo'yib, qani askar, daryodan xotirjam o't, debdi. Martin bu kuchtingir polvonning kerak kelganligini bayqab, uni birga safar qilishga taklif qildi. Ular ancha uzoq mangmayla bir ovchiga yo'liqibdi. Yiroqdagi tog' cho'qqisidagi o'michik to'ridagi o'michikni ko'rdinglarmi? deb so'rabdi ovchi va gapini tugatibla bir bay o'q etibdi. Uchaylan tog' cho'qqisiga chiqib, yiliq o'michikning o'qda o'lganligini ko'ribdi. Martin ovchini o'z bilan poytaxtga berishga taklif qildi. Uchaylan manga to'xtamay beqirayotgan bir shamol tugminning yiniga kelib qoldi. Lekin bu yerda ozroq shamol yo'q ekan. Ular yana olg'a qarab ketib-olsa, ajoyib semiz bir odam uchrabdi. U barmoqi bilan burnining bir teshigini etib elib, yana bir teshikdan chiqargan havo bilan shamol tugminni perqirtib-atqudek. Martin hayronligini bosolmay qoldi. Shuning bilan u yiliq bo'dakni o'zlarining qatoriga qaytilishga qoyil qildi. Poytaxtga yetib berishga oz qolganda ular bir odamni ko'ribdi. U ikki putini bir qilib bog'lab elib, to'xlab, sakrab mengib ketayotgandek. "Seni kim bundoq bog'lab qo'ydi?" deb so'rabdi To'taylan. "O'zim bog'ladim", debdi bu yigit. "Agar men putlarimni bog'lab olmasam, shamoldek uchib ketaman-da, atrofdagi manzillarni qong'uday ko'ra olmay qolaman." Shuning bilan bu yigitmi ularning sepiga taklif bilan qaytilibdi. Hammalar uni yaltapan deb chaqirdigan bo'pti. Uzoq o'tmay, ular bir daraxtning ostida o'ltirgan yumaloq yuzlik, pakar bo'yliq bir odamni ko'rib qopdi. U shlyapasini cho'kirib kiyib, so'l quloqini etib olgan ekan. "So'l quloqingni etib olganing nimasi?" deb so'rabdi Martin hayron bo'lib. "Agar shlyapamni ilib-atsam", debdi u. "Atrofdagi narsalarning hammasi to'nglab cho'qimizga aylanib qoladi." Hammalar uning bu mahoratiga qoyil bo'libdi. "Sizlar nega ketyapsizlar?" deb so'rabdi. Martin ahvolni so'zlab bergan ekan, u martinlarning qatoriga qo'shilibdi. Shuna qilib, ular taqi turqimi, qo'lining keldigan ishimi ajoyib qarayib bo'lgan 6 odam bir guruhi bo'lib qoldi. Ular sepil darvozasiga keldi. Qarasa, sepil temiga bir e'lon chaplab qo'yilibdi-dek.
E'landa yugurish musobaqasida Malikani kim yengib olsa, u shuningga tegidi deb yozilgan ekan. Oltaylan bir saroyga o'rilishibdi. Uzun safar jarayonida usti-beshi va yuz-ko'zlarini chang to'zon bosgan Martin yuyinib, obdan aram opdi. Atsi u o'rda oldiga berib, Malika bilan yugurish musobaqasiga tushadiganligini, ammo o'zining o'rnida bir molining yuguradiganligini aytibdi. Malika uning gapini anglab kulib ketibdi. O'zingning turqidan qaraganda oddiy bir askarda qilasan. Sening moliying qanchalik bo'lmoqchi? O'ylabdi, u va Martinning shartiga ma'qul bo'ldi. Atsa deganda Malika bilan Yaltapan ikkilan birdan Sudanni elib yugurish musobaqasining boshlanish nuqtasiga keldi. Chunki musobaqa qoidasi bo'yicha musobaqalashuvchilar yugurish jarayonida besib o'tadigan o'stangdan Sudanga suv elishi. Oxirgi nuqtaga yetib kelganda Sudanda liq-muliq suv bo'lishi kerak ekan. Yugurish siziq ustida o'q ovozi yangrabdi. Yaltapan ikki putini bog'lab olgan sho'ynini yeshib etgan ekan, raketadek uchib ketibdi. Yaltapan sudanga suvni to'ldirib bo'lib, qaytadigan chaqda orqaga qarabdi, ammo Malikaning o'zi turmoq, ko'langisimi ko'rinmabdi. Shuning bilan u tog' bag'rida yetib birdan aram elib olmoqchi bo'ldi. Musobaqa o'tliqda elib berilgan ekan. Mahmaldek o't cho'plar va yovgullarning xushburqiy tabiatni yaxshi ko'radigan Yaltapanni ajoyib rohatlantirib yetibdi. U o'tliqda yetib turib orqaga yana qarabdi. Ammo Malika ko'rinmabdi. Yaltapan miyiqida kulib qo'yib, "Bu hakavur Malika men bilan musobaqalash kerak texi", debdi o'z-o'ziga. "Men bir uxlab qolguchi bu yerga yetib kelalamdi, qani bir ko'rib baqay." Yaltapan rostili xurildab uxlab ketibdi. Birdamdan keyin Malika yetib keldi. Qarasa, Yaltapan tatli uxlayotgandek. Malika, "Obdan uxla qilva. Sen mening tanishim bo'lalamsan", debdi-da, Yaltapanning sudini astag'ini tepib o'rib yetibdi. Andan oxirgi nuqtaga qarab yugurib ketibdi. U endi cho'qim yengzagan bo'ldim deb o'ylabdi. Bu ishlarning hech qaysisi ovchining ko'zidan qechib qutulolmabdi. U ahvolning chataqligini bayqab, osmonga qaratib bir pay o'q etibdi. O'qdal Yaltapanning quloq tubidagi o'tloqqa kelib tushibdi. Cho'chib uyg'ongan Yaltapan shundoq qarg'udek bo'lsa, Malika oxirgi nuqtaga yetib berishga oz qaptidek. U darhol o'stan bo'yiga ushqanda qaytib beribdi-da, suvdanga liq suv ilib chaqmoq tezligida oxirgi nuqtaga qarab etilibdi. Shundoq qilib Yaltapan yengibdi. Padişah Martin va uning hamrohlarini o'rniga taklif qilishga majbur bo'ldi. Martin 2 yildan buyon chegradagi daryoga selingan ko'rikni saqlaganligini, ammo biror qitim u harbiy ta'minot ololmay tilamchilik bilan turmush kechirganligini so'zlab beribdi. Lekin padişah Martinning sadoqatmanligidan va shuncha jafo mushaqqat tartib ko'rikni qo'g'diganligidan ta'sirlanmabdi. Aksicha, "Meningdan aqtalab qilgudek bo'ldingmi?" deb xafa bo'lib ketibdi. Uning qarashicha, mayli qandoq bo'lsa-bo'lsin, bu nomrod askarni o'zining kuyovlik qilish tursin, 2 yillik ish haqini bersa-mu bo'lmag'idakmish. Lekin hiylagar podshoh yanada qizg'in qiyofatga kirib olib, Martin va uning hamrohlariga ziyofat beribdi. Ular taklif qilingan oshxona nihoyat hashamatli bo'lgani bilan, u nihoyat cho'ng bir mashning ustiga selingan ekan. Martin va uning hamrohlari bu uyning o'zligidan etilib qolganligini bilmay, uyga kirib g'izalnishga boshlabdi. "Bu yolong to'sh mening qizimga o'ylangudak texi", debdi podshoh dimig'ini qiqib. "Unda oson ish yo'q sanga." Podshoh xizmatkorlarga oshxonaning eshigini ching taqab, ostidagi mashga o't qalashga buyuribdi. Olti og'ina amdil g'izalnib turishiga uyning isib ketayotganligini sezib qoldi. Birdamdan keyin ular issiqdan nafasmi ololmay qoldi. "Xotirjam bo'linglar, chatoqni o'ngshaydiganga mana men bu", debdi yumaloq yuzlik patak. U bir qo'lqini bostirib, qing'ir kiygan shlyapasini tuz kiygan ekan, uyning ichi birdamla muzlab ketibdi. Hatto ancha o'tmay, ular sovuqda joqildab titrashga boshlabdi.
Әтісі padişah qavub bo'lib o'lgan Altaylarning o'ligini ko'rib baxmoqchi bo'lib, heliq uyning ishkini ochqursa, Martin va uning 5 hamroyi sovuqda dir-dir titrab turg'udek. Padişah cho'chib ketibdi, ammo chondirmabdi. U bu qitimmo yengilginiga tan berishga majbur bo'libdi. Ammo qizini Martinga berishni yana xohlamabdi. Agar sen to'y ishini tilga olmasang, sana loqqida bir xalta oltin beraman. Debdi padişah sodalashmoqchi bo'lib. Bo'ladi, Debdi Martin. biroq bir shartim bor. Qizim to'g'riliq gap qilmaydigan bo'lsang, har qanday shartingga qo'shilishga men tayyor. Debdi padişah. Shartim shu, qanday xaltani tanlash mening ixtiyorimda bo'lsin. Chatoq yo'q, ko'tara oladigan bo'lsang, xaltangni xolig'ining to'shqizib ol. Debdi padişah. Bechora padişah nihoyatda cho'ng bir xaltaga oltin kumushlar qochilinishga boshlaganligini ko'rgan chaqdala, ondan o'zining butun xazinasidagi boyligi bu xaltaga petib ketadiganligini tushunib yetibdi. Darvaqa, padişahning xazinasi quruq tilinib qopti. Padişah bir nomrod yalangto'shga aylanib qopti. Padişah achchig'ida burgudek sakrab ketibdi. U ikki yeng askarni Martin va uning hamrohlarini tutib kelishga avatibdi. Oltin kumushlarni podshoh qaytirib beringlar. Qo'linglarni ko'tarib taslim bo'linglar. Deb vaqirishibdi askarlar. Lekin Olti Azmat qilcha qo'rqib qolmabdi. Chunki ularning bo'dak botiri borda. Bo'dak cho'nqur nafas ilib, toza kuchab bir pulgan ekan, padişahning askarlarining ba'zilari otlari bilan qo'shilib, yiroq-yiroqlarga domlab ketibdi. Ba'zilari otlaridan domlab tushibdi. Ularning o'lganlari o'lib, o'lmaganlari qo'ral yaroqlarini tashlab, badar tikib etibdi. Padişahning qo'shini odatdan tashqari mahoratga ega bu Olti Azmatga zodila tang kelolmabdi. Olti Azmat oltin kumushlarni barobar 6 o'lishga taqsimlab bo'lishibdi. Ondan bir-biri bilan quchoqlashib, xo'shlashib, o'z yo'llariga ravon bo'lishibdi. Shuningdan tartib Martin bu yoqlarga qaytib kelmabdi. Umaqlarim, bu Olti Azmatning ajoyib g'aroyib mahoratlari borgana, ularmish iqtidorlar orqali qorniyat, hoqavur padişahni mag'lub qildi. Demisimi, odamda cho'qim iqtidor bo'lishi kerak. Bu iqtidor cho'chakdagi Olti Azmatning ajoyib g'aroyib mahoratlari emas, balki maktabda yaxshi o'qib, yaramli odam bo'lish, esil axloqiy fazilatni yetildirish va kamchilikni tuzitib, ortiqchilikni joriy qildirish. Bizchu umaqlarim, hozir faqat mushlarni o'zimizda hozirlashga tirishaylik bo'lamdi. Shu vaqtda bizmi iqtidorli Azmat bo'la olamiz. Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun baldir uxlanglar. Tatli tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.